Assalomu alaykum. Hurmatli tomoshabinlar va qadrli kanalimiz obunachilari. Bugungi videomiz 1990-yilgacha ta'lim olgan barcha nafaqaxo'rlar va yaqin kelajakda nafaqaga chiqishni rejalashtirayotganlar uchun mutlaqo hayotiy ahamiyatga ega. Siz shu videoni bosish orqali to'g'ri qaror qabul qildingiz. Chunki bugun men sizga millionlab insonlarning moddiy ahvoliga bevosita ta'sir ko'rsatadigan va yoqimli syurpriz bo'lishi mumkin bo'lgan jiddiy moliyaviy imkoniyat haqida so'zlab beraman. Bu ma'lumotni oxirigacha diqqat bilan tinglashingiz shart. Chunki unda keltirilgan har bir detal nafaqangiz miqdoriga bevosita ta'sir qilishi mumkin. Videoni ko'rib bo'lgach darhol harakat qilishingizga to'g'ri keladi. Aks holda bu imkoniyatni qo'ldan boy berishingiz mumkin. Shuning uchun hoziroq kanalimizga obuna bo'lib, videoga like bosing va uni boshqalarga ham ulashing. Chunki bu ma'lumot har bir inson uchun muhim. Core of the problem keling. Avvalo, muammoning ildiziga chuqurroq nazar tashlaylik. Yillar davomida nafaqani hisoblash tizimi bir necha bor o'zgarishlarga uchradi. Ayniqsa, Sovet Ittifoqi davri va undan keyingi mustaqillik yillarida mehnat staji hamda ish haqi miqdorini hisoblashda turli yondashuvlar qo'llanildi. 1991-yilgacha olingan ta'lim davri nafaqa hisoblashda uzoq vaqt davomida turlicha talqin qilinib kelindi. Ko'plab hollarda universitetda, texnikumda yoki kasb-hunar maktabida o'qish muddati mehnat staji sifatida to'liq tan olinmas edi. Bu esa o'z hayotining eng gullagan yillarini bilim olishga bag'ishlagan, davlat rivojiga hissa qo'shishni istagan minglab fuqarolarning nafaqa miqdoriga salbiy ta'sir ko'rsatardi. Tasavvur qiling, siz 1970-yillarda oliy ta'lim muassasasiga kirgansiz. 5 yil fidokorona o'qigansiz, davlat tomonidan taqsimot bo'yicha ishga joylashgansiz. Lekin keyinchalik ma'lum bo'ldiki, bu 5 yillik ta'lim davringiz pensiya uchun hisobga olinmagan. Bu adolatsizlikdek tuyuladi. To'g'rimi? O'sha davrda ta'lim olish bu shunchaki o'qish emas, balki davlatning kadrlar siyosatining ajralmas qismi edi. Talabalar stipendiya, yotoqxonalar, amaliyot o'tar, ya'ni iqtisodiyotning bir qismi sifatida sharhlanardi. Ularning ta'lim olish kelajakdagi mehnat faoliyatining poydevori edi. Endi esa vaziyat tubdan o'zgardi. Hukumat tomonidan qabul qilingan yangi normativ huquqiy hujjatlar va qonunchilikka kiritilgan aniqliklar tufayli 1990-yilgacha olingan ta'lim davri nafaqa hisoblashda mehnat staji sifatida tan olishga yangicha yondashuv paydo bo'ldi. Bu o'zgarish uzoq yillardan beri kutilgan adolatli qaror bo'lib, ushbu nafaqaxo'rlarning moddiy ahvolini yaxshilashga qaratilgan. Bu shuni anglatadiki, agar siz 1990-yilgacha oliy yoki o'rta maxsus ta'lim muassasasida o'qigan bo'lsangiz, endilikda ushbu davr ham umumiy mehnat stajingizga qo'shilishi va natijada nafaqa miqdoringiz oshishi mumkin. Bu juda muhim. Chunki har bir qo'shimcha yil mehnat staji nafaqa miqdoriga sezilarli ta'sir ko'rsatadi. Mind partner. Detail breakdown keling. Endi bu yangilikni batafsil ko'rib chiqaylik va kimlar bu imkoniyatdan foydalanishi mumkinligini, kimlar uchun esa bu o'zgarish unchalik ahamiyatli emasligini aniqlashtiramiz. Kimlar uchun bu ma'lumot muhim? Bu o'zgarish birinchi navbatda 1991 yil yanvargacha o'z ta'limini yakunlagan yoki o'sha sanagacha ta'lim muassasasiga o'qishga kirgan shaxslarga tegishli. Ya'ni agar siz maktabni tugatib 1990-yilda institutga yoki texnikumga o'qishga kirgan bo'lsangiz va o'sha davrda talaba bo'lgan bo'lsangiz, bu sizga taalluqli. Ayniqsa oliy ma'lumotga ega bo'lgan shaxslar uchun bu yangilik katta ahamiyatga ega. Chunki ularning ta'lim muddati odatda 46 yilni tashkil etadi. Bu davrni mehnat stajiga qo'shish nafaqa miqdorini sezilarli darajada oshirishi mumkin. Shuningdek, o'rta maxsus ta'lim muassasalarini, ya'ni texnikumlar, kollejlar yoki kasb-hunar maktablarini tugatganlar ham ushbu imtiyozdan foydalanishlari mumkin. Odatda bu ta'lim muddatlari 2 yildan 4 yilgacha bo'lgan. Har bir qo'shimcha yil, avval aytganimdek, muhim. Kimlar uchun bu unchalik ahamiyatli emas? Agar sizning ta'lim davringiz 1990-yildan keyin boshlangan bo'lsa, masalan, siz 1995-yilda universitetga kirgan bo'lsangiz, afsuski, bu o'zgarish sizga taalluqli emas. Chunki bu yangilikning asosiy mohiyati aynan Sovet Ittifoqi davrida amal qilgan ta'lim tizimi va uning o'ziga xos xususiyatlari bilan bog'liq. Shuningdek, agar sizning nafaqa miqdoringiz allaqachon maksimal darajada hisoblangan bo'lsa va qo'shimcha staj unga ta'sir qilmasa, u holda bu yangilik siz uchun moliyaviy jihatdan katta o'zgarish keltirmasligi mumkin. Ammo shunga qaramay, ma'lumotni bilib qo'yish ortiqchalik qilmaydi. Endi esa bir nechta real hayotiy misollarga to'xtalsak, bu sizga vaziyatni yanada
aniqroq tushunishga yordam beradi. Birinchi misol, oliy ma'lumotli muhandis. Faraz qilaylik, Fuqaro Anvar aka. 1955 yilda tug'ilgan. U 1972 yilda maktabni tugatib, 1972 yildan 1977 yilgacha Toshkent Politexnika institutida muhandislik yo'nalishida tahsil olgan. Institutni tugatgach 1977 yildan 2015 yilgacha yirik zavodda muhandis bo'lib ishlagan. Uning umumiy mehnat staji dastlab 36 yil, 1977-2015 deb hisoblangan edi. Lekin Anvar akaning 5 yillik ta'lim davri avvalgi qoidalarga ko'ra uning mehnat stajiga kiritilmagan. Yangi qoidalar joriy etilgach, u nafaqa fondiga murojaat qildi va uning 5 yillik institutdagi o'qish davri ham stajiga qo'shildi. Natijada uning umumiy staji 38 dan 3 yilga oshdi. Bu esa nafaqa koeffitsiyentini oshirdi. Agar ilgari uning nafaqasi masalan 28 ming so'm bo'lgan bo'lsa, staji oshgani tufayli endi uning nafaqasi 200 ming so'mga yetishi mumkin. Har oyda 300 ming so'm qo'shimcha bu Anvar aka uchun katta yordam. Ikkinchi misol. O'rta maxsus ma'lumotli shifokor. Dilfuza opani ko'rib chiqaylik. U 1960 yilda tug'ilgan. 1906 yilda maktabni tugatib, 1976 yildan 1979 yilgacha tibbiyot texnikumida hamshiralik yo'nalishida o'qigan. So'ngra 1979 yilgacha 2000 yilgacha shifoxonada hamshira bo'lib ishlagan. Uning nafaqasi hisoblanayotganida texnikumdagi 30 yillik o'qish davri mehnat stajiga kiritilmagan edi. Ya'ni uning staji 39 yil 1990-2010 deb hisoblangan. Yangi o'zgarishlar tufayli Dilfuza opa ham nafaqa fondiga murojaat qilishi mumkin. Agar uning 30 yillik o'qish davri stajiga qo'shilsa, uning umumiy staji 2 yilga yetadi. Bu uning nafaqa miqdoriga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Aytaylik, nafaqasi 500 ming so'mdan 7,5 ming so'mga oshishi mumkin. Har oyda 2,5 ming so'm qo'shimcha daromad. Uchinchi misol, qisqa muddatli ta'lim va boshqa holatlar. Ba'zilar o'z vaqtida institutga o'qishga kirib, ma'lum sabablarga ko'ra uni oxirigacha tugata olmagan bo'lishlari mumkin. Masalan, 1905 yilda institutga o'qishga kirgan 2 yil o'qib, keyin oilaviy sharoitlar tufayli o'qishni tashlab ishga kirgan bir fuqaro bo'lishi mumkin. Hatto bu 2 yillik ta'lim davri ham. Agar u 1990 yilgacha bo'lgan davrga to'g'ri kelsa, uning mehnat stajiga qo'shilishi mumkin. Bu har bir shaxsning individual holatiga bog'liq bo'lsa-da, imkoniyat mavjud. Bu yerda asosiy e'tibor o'sha davrda talabalik davrining haqiqatda mavjud bo'lganligini tasdiqlovchi hujjatlarga qaratiladi. Bu misollar shuni ko'rsatadiki, hatto bir necha yil qo'shimcha staj ham nafaqa miqdorida sezilarli farq qilishi mumkin. Bu nafaqaxo'rlarimizning hayot sifatini yaxshilashga qaratilgan muhim qadamdir. Mind part 2. Exceptions to the rules. Pitfalls and obvious nuance albatta. Har qanday qoida va qonunchilikda o'ziga xos istisnolar va nozik jihatlar mavjud. Ushbu yangilikdan maksimal darajada foydalanish uchun ularni bilish muhimdir. Birinchi muhim nuqta: hujjatlashtirish. Sizning ta'lim davringizni mehnat stajiga qo'shish uchun avvalo bu davrni tasdiqlovchi ishonchli hujjatlarga ega bo'lishingiz shart. Bu hujjatlarda bir diplom yoki uning nusxasi. Agar diplom yo'qolgan bo'lsa, ta'lim muassasasidan olingan arxiv ma'lumotnomasi. 2. Tugatilgan ta'lim muassasasidan olingan ma'lumotnoma, kurs tugatganlik, imtihonlarni topshirganlik haqida. 3. Talaba yozuv daftarining zachotka nusxasi. 4. O'quv yurtining o'zgarishi yoki o'qishni to'xtatib, keyin qayta tiklaganlikni tasdiqlovchi hujjatlar. Bu hujjatlar, ayniqsa arxiv hujjatlari ba'zan o'sha davrdagi ta'lim muassasalarining qayta tashkil etilishi yoki tugatilishi tufayli topilishi qiyin bo'lishi mumkin. Shuning uchun iloji boricha tezroq harakat qilish va kerakli hujjatlarni izlashni boshlash tavsiya etiladi. Ikkinchi muhim nuqta: ta'lim turi va shakli. Bu imtiyoz asosan kunduzgi bo'limda ta'lim olgan shaxslarga tegishli. Ya'ni sirtqi yoki kechki bo'limda o'qiganlar uchun bu qoida biroz boshqacha talqin qilinishi mumkin. Sirtqi bo'limda o'qiganlar ko'pincha shu bilan birga ishlaganlar. Agar siz sirtqi bo'limda o'qib turib rasman ishlagan bo'lsangiz va o'sha davr uchun mehnat daftarchangizda qaydlar bo'lsa, u holda ta'lim davri alohida hisoblanmaydi, balki mehnat davri asosida nafaqa hisoblanadi. Shuning uchun bu yerda asosiy e'tibor sizning o'sha davrdagi ish stajingizda uzilish bo'lgan yoki bo'lmaganiga qaratiladi. Lekin asosiy e'tibor kunduzgi ta'limga qaratiladi. Chunki u to'liq ishdan ajralgan holda o'qishni nazarda tutadi. Uchinchi muhim nuqta: qonunchilikdagi tafovutlar.
Har bir davlatda nafaqa qonunchiligi o'ziga xos xususiyatlarga ega. Ba'zi davlatlarda ta'lim davri to'liq mehnat stajiga kiritilgan bo'lsa, boshqalarida uning faqat bir qismi yoki muayyan shartlar asosida hisobga olinadi. Bizning hududimizda, ya'ni O'zbekistonda bu masala ko'plab bahs munozaralarga sabab bo'lgan va endilikda aniqlik kiritilgan. Shu sababli aynan 1910 yilgacha bo'lgan davr uchun maxsus yondashuv qo'llanilmoqda. Boshqa davlatlardagi tajribaga asoslanib emas, balki O'zbekiston Respublikasining amaldagi qonunchiligi va undagi so'nggi o'zgarishlarga qarab harakat qilish zarur. 4-muhim nuqta: stajni tiklash imkoniyati. Agar sizda ta'lim davringizni tasdiqlovchi hujjatlar yo'qolgan bo'lsa va arxivlardan ham topishning imkoni bo'lmasa, tushkunlikka tushmang. Ba'zi hollarda guvohlarning ko'rsatmalari asosida ham mehnat stajini ta'kidlash mumkin. Albatta, bu murakkabroq jarayon bo'lib, sud orqali hal qilinishi mumkin. Bunda siz bilan birga o'qigan 2 yoki undan ortiq shaxsning yozma ko'rsatmalari talab qilinishi mumkin. Lekin bu oxirgi chora. Avvalo, barcha arxiv va ta'lim muassasalariga murojaat qilish kerak. 5-muhim nuqta: pensiyaning maksimal miqdori. Har bir mamlakatda nafaqaning maksimal miqdori belgilangan. Agar sizning stajingiz allaqachon maksimal darajaga yetgan bo'lsa va ta'lim davrini qo'shish ham bu chegarani oshirmasa, u holda sizning nafaqangizda sezilarli o'zgarish bo'lmasligi mumkin. Biroq bu holat kam uchraydi. Chunki aksariyat nafaqaxo'rlar uchun har bir qo'shimcha yil muhim. Shuning uchun shaxsiy holatingizni nafaqa fondi mutaxassislari bilan maslahatlashish orqali aniqlab olish eng to'g'ri yo'ldir. Ular sizning ma'lumotlaringizni tahlil qilib aniq javob berishadi. Practical advice demak, hurmatli do'stlar. Agar siz 1991 yilgacha ta'lim olgan bo'lsangiz va yuqorida aytilganlardan so'ng o'zingizda bu imkoniyat borligini his qilsangiz, quyidagi amaliy qadamlarni bosishingiz kerak. Birinchi qadam: hujjatlarni to'plash. Sizning birinchi vazifangiz ta'lim olgan davringizni tasdiqlovchi barcha mavjud hujjatlarni to'plash. Bu avvalo diplomingiz, diplom ilovasi, agar oliy ta'limdan oldin o'rta maxsus ta'lim olgan bo'lsangiz, uning diplomi ham kerak bo'ladi. Agar diplom yo'qolgan bo'lsa, vahimaga tushmang. Siz o'qigan ta'lim muassasasining arxiviga murojaat qilib, o'qishni tamomlaganingiz yoki ma'lum bir kursni tugatganingiz haqida ma'lumotnoma olishingiz mumkin. Ba'zida ta'lim muassasasi qayta tashkil etilgan yoki nomi o'zgargan bo'lishi mumkin. Bunday hollarda uning huquqiy vorisi bo'lgan tashkilotga murojaat qiling. Agar ta'lim muassasasi butunlay tugatilgan bo'lsa, davlat arxivlariga murojaat qilish zarur. Murojaat qilganingizda o'zingizning tug'ilgan sanangiz, o'qishga kirgan va tamomlagan yillaringiz, fakultetingiz va guruh raqamingizni iloji boricha aniq ko'rsating. Bu izlashni osonlashtiradi. Ikkinchi qadam: nafaqa jamg'armasiga murojaat. Barcha kerakli hujjatlarni to'plaganingizdan so'ng, yashash joyingizdagi pensiya jamg'armasining hududiy bo'limiga murojaat qilishingiz kerak. O'zingiz bilan pasportingiz, mehnat daftarchangiz va ta'limga oid barcha yig'ilgan hujjatlarni olib borishingiz lozim. Pensiya jamg'armasida sizga nafaqa miqdorini qayta hisoblash bo'yicha ariza namunasini berishadi. Bu arizada siz o'zingizning shaxsiy ma'lumotlaringizni, ilgari hisoblangan nafaqa miqdorini va endilikda ta'lim davrini hisobga olgan holda nafaqani qayta ko'rib chiqishni so'rashingizni ko'rsatasiz. Aytishim kerakki, ba'zi holatlarda sizga o'sha joyning o'zida sizning stajingiz allaqachon maksimal yoki bu qoidalar sizga tegishli emas kabi javoblar berilishi mumkin. Ammo siz o'zingizning haqqingizni bilishingiz va tura olishingiz kerak. Qonunchilikka asoslangan holda murojaat qilganingizda ular sizning murojaatingizni ko'rib chiqishga majbur. Arizani to'g'ri to'ldirish va ro'yxatdan o'tkazish. Arizani to'ldirayotganda barcha ma'lumotlarni aniq va to'liq ko'rsating. Jumladan o'qigan davringiz, o'quv yurtining to'liq nomi, fakulteti va mutaxassisligi. Arizaga barcha hujjatlarning nusxalarini ilova qiling. Asl nusxalarini o'zingizda saqlab qoling. Arizani topshirganingizda uni ro'yxatdan o'tkazganligingiz haqida kvitansiya yoki arizangizga kiruvchi hujjat raqamini olib qolishni unutmang. Bu kelajakda yuzaga kelishi mumkin bo'lgan har qanday tushunmovchiliklarni hal qilishda dalil bo'lib xizmat qiladi. Murojaatni ko'rib chiqish muddati odatda 15 ish kunini tashkil etadi. Bu muddat ichida sizga yozma javob berilishi kerak. 4-qadam: monitoring va natijalarni kutish. Arizangizni topshirganingizdan so'ng pensiya jamg'armasidan javobni kuting. Agar ijobiy javob olsangiz, sizning nafaqa miqdoringiz qayta hisoblab chiqiladi.
va keyingi oydan boshlab oshirilgan nafaqani olishni boshlaysiz. Agar rad javobi olsangiz, rad etish sababini batafsil tushuntirishlarini so'rang. Ba'zida rad javobi hujjatlardagi kamchiliklar yoki noto'g'ri talqin tufayli bo'lishi mumkin. Bunday holatda sizda yuqori instansiyalarga murojaat qilish yoki sud tartibida o'z haqqingizni himoya qilish imkoniyati mavjud. Ammo odatda hujjatlar to'g'ri bo'lsa, ijobiy qaror qabul qilinadi. 5-qadam huquqiy yordam. Agar sizga hujjatlarni to'plashda yoki nafaqa jamg'armasi bilan muloqotda qiyinchilik tug'ilsa, yuridik maslahatchi yoki huquqshunos yordamidan foydalanishingiz mumkin. Ba'zi nodavlat tashkilotlar va ijtimoiy himoya markazlari nafaqaxo'rlarga bepul huquqiy yordam ko'rsatadi. Ular sizning ishingizni ko'rib chiqib, to'g'ri yo'nalish ko'rsatishi mumkin. Esda tuting, sizning huquqlaringiz bor va ularni himoya qilishdan tortinmang. Bu jarayon shunchaki qog'ozbozlik emas, balki sizning uzoq yillar davomida qilgan mehnatlaringiz va ta'limga sarmoya kiritgan vaqtingiz uchun adolatni tiklash jarayonidir. Shuning uchun bu imkoniyatni qo'ldan boy bermasdan darhol harakat qilishga undayman. Har bir qo'shimcha so'm sizning hayot sifatiga bevosita ta'sir qiladi. Conclusion and final hook xulosa qilib aytganda. Hurmatli nafaqaxo'rlar va kelajak nafaqaxo'rlari, 1990-yilgacha olingan ta'lim davrining mehnat stajiga qo'shilishi bo'yicha kiritilgan yangiliklar ko'plab insonlar uchun nafaqa miqdorini sezilarli darajada oshirish imkoniyatini yaratdi. Bu sizning yillar davomida o'z bilimlaringizga sarmoya kiritganingiz uchun davlat tomonidan ko'rsatilayotgan adolatli munosabatdir. Ushbu imkoniyatdan foydalaning, kerakli hujjatlarni to'plang va pensiya jamg'armasiga murojaat qiling. Umid qilamanki, bugungi ma'lumot siz uchun juda foydali bo'ldi. Agar sizda savollar tug'ilgan bo'lsa, videoning ostidagi izohlarda yozib qoldiring. Men ularga javob berishga harakat qilaman. Shuningdek, ushbu videoni boshqa nafaqaxo'r do'stlaringiz va qarindoshlaringiz bilan ham ulashing. Chunki bu ma'lumot ularga ham katta yordam berishi mumkin. Videoga like bosishni unutmang va kanalimizga obuna bo'ling, toki bizning yangi foydali videolarimizni o'tkazib yubormaysiz. Kelgusi videolarimizda ko'rishguncha xayr.